Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşənlərdən qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalğın. Hörmətli televizor görüşlər, aldıqdan biz diqqətinizə bu hafta huzuruna sunmaqçı bolğan xəbərlərimizin əsası məzmununu tunuşdururuz. Diqqətinizdə cemaat ərbabı Abduqadir Yapcan məsələsi Türkiyə rəhbərlərinə yetkizildiyi mövzulu xəbərimiz oldu. Dünya Uyğur Qurultayı müavin rəisi Seyid Tümtürk əfəndi 10-cu ayının 1-ci günü Türkiyə parlamentində başda Türkiyə Cumhur rəisi Erdoğan başçılığı buluş bilan birgə baş minister və başqa dövlət rəhbərlərinə Abduqadir Yapcan meselesini yetkizgan bo'ldi. Shundaqla yana Türk axborotlarida mo Abduqadir Yapcan meselesi ciddi şekilde tilga ilinmoqda. Shundaqla Xitoy davlat bayrami Sharq Turkistonda qanday o'tkazildi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Har yilqidaklam Xitoy tajovuzchilari vatanimizda Uyg'ur xalqining musibat kuni bo'lgan bu kunni qanday Uyg'ur xalqiga qanday faoliyatlarni majburiy o'tkazib tabriklatkizganligi haqidagi xabarimiz bo'ldi. Shundaqla yana Dunyo musulmon olimlar birligining yig'ini İstanbul'da eçildiği mavzulu xabarimiz bo'ldi. Bu yig'inga Sharq Turkiston o'limalar birligidan bir hay'at Uyg'urlar vakolatan qatnashgan bo'ldi. Bu va bundan boshqa xabarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Sharq Turkiston xalqi qarzga bo'g'ilmoqda. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston xalqiga qaratgan assimilyatsiya va bostirish siyosatlarini texmi yuqori chekda ijro qilish bilan birga iqtisodiy jihatdan qarzga bo'g'moqda. Xitoy tajovuzchilari 2009-yildagi Urumchi qatliamidan keyin Sharq Turkiston xalqiga qaratgan assimilyatsiya va bostirish siyosatlarini texmi yuqori chekda ijro qilishga boshlagan bo'lib, buning uchun har qaysi rayonlarda har xil tadbir va siyosatlarni tuzib, Uyg'urlar ustidan majburiy yurgizib kelgan edi. Bu siyosatlarning biri bo'lsa Sharq Turkistonning janubidagi diniy va milliy kimligi aynan saqlanib kelayotgan rayonlarda bir tutash holda umumiy yuzlik dehqon chorvachilarning uylarini chiqib ko'chirish siyosati edi. Bu siyosat e'lon qilinib, muqimlik qurilishi, amin uy degandek nomlarda eng muhim siyosiy vazifa qilib tutilib, shu yili kuzdan boshlab har qaysi rayonlarda majburiy ijro qilinishga boshlandi. Öz əmgikiga tayanib aram bir kishilik turmushini qamdab kelayotgan mutlaq ko'p sondagi Uyg'urlarning yangi uy solishga qurbi yetmaydiganligini bilib, oldin bir qator suiqasdlik planlarini tuzib bo'lgan Xitoy tajovuzchilari Uyg'urlarga majburiy ishlab chiqarish yordam qarzi nomi bilan bankidan 3 yillik muhlatda qarz tarqitib, bu masalani hal qildi. 2012-yildan boshlab qarz berish salmoqini zo'raytib, butun oilalarga majburiy umumlashtirdi. Hatta bankidan qarz elishni rad qilgan Uyg'urlar ideyasi masala bor deyilib, shu bo'yicha muomala qilindi. Naq 3 yil o'tgan bugungi kunda Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonning janubidagi xalq orasida qarz deylolarining haddidan ziyoda ko'payib ketayotganligini e'lon qildi. Tangritog' to'rining bu vaqtda bergan xabarda Xitoy tajovuzchilarining Kucha nohiyasidagi sud mahkamasi 9-ayning 20-kuni cho'ng ko'lamli axborot e'lon qilish yig'ini ochib, 2015-yildan hozirgacha Kucha sud mahkamasi sotlagan qarz deylolarining o'zgarish va alohidliklarini e'lon qilgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, 2015-yili 9-ayning 1-kunidan hozirgacha bo'lgan 1 yil ichida bu sotxona qarab chiqqan qarzga munosabatlik deylo 722 parcha bo'lib, ular buni mundaq 5 turlik alohidalikka yig'inchoqlagan. Birinchi, xalqning qarzga munosabatlik deylolari haq talab savdo ishlari deylosida bir qadar zo'r nisbatni egallagan. İkinci, ishlab chiqarish tijorat xarakteridagi zo'r sommalik qarz nisbati ro'shan oshgan. Uchinchi, ko'p xil obyektiv sabablar tufaylidan sud qilish qiyinlik darajasi oshgan. To'rtinchi, yangicha dalil isbotlar ko'paygan, isbot shakli ko'p xillashgan. Beshinchi, qarz berguvchi yuqori o'sim bilan qaytarishni talab qilish, qarz olguvchining o'simni muvofiqlashtirishni talab qilish deylolari qatorliqlardan iborat. Xitoyning Kuchadagi sud o'rni yakunlab chiqqan bu alohidliklardan xalq ichidagi bu qarz masalalarining Uyg'urlar bilan Xitoy banklari o'tirisidagi masala ekanligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Chunki bu masalaning 2015-yildan boshlab o'tiriga chiqishi va ko'p sonni egallashi dal Xitoyning keng ko'lamda majburiy qarz tarqitib, uni qaytarib olish muhlatining yiqilishiga ergashib eshib borgan. Ikkinchi qadamda ishlab chiqarish xarakteridagi zo'r sommalik qarz nisbatining eshishi 2009-yildan boshlab tarqatgan ishlab chiqarish yordam qarz muhlati bilan o'ng tanasib bo'lgan. Undan boshqa Sharq Turkistonda yuqori o'simli qarzni faqat Xitoy banklarida uchirtish mumkinligi hech kim rad qilmaydigan reallik. Xitoyning davlat bayrami Sharq Turkistonda qanday o'tkazildi?
Sharq Turkistonning musibat kuni bo'lgan Xitoy davlat bayrami kunini Sharq Turkistonning har qaysi rayonlarida majburiy tabriklatkizdi. Xitoy tajovuzchilari 1949-yili 10-oyning 1-kundan iborat Sharq Turkistonning musibat kuni bo'lgan bu kunda Sharq Turkistonning har qaysi rayonlaridagi Uyg'ur ziyolilari, dehqon chorvachilari, tijorat va kasb egalarini bu kunni tabriklab bayram o'ynashga o'rinlashtirib, ularning bu normal kunlarini xotirjam o'tkazishiga yo'l qo'ymagan. Xitoy tashviqotining zuvoni bo'lgan har qaysi tashviqot o'rinlari bu haqda bas-basti xabarlarni bergan. Tangritaq to'rining bu haqda bergan xabarda Onsu noyasida Xitoy tajovuzchilari 10-oyning 1-kuni nahiya tavasidan 30 mingdan ortiq xalqni tashkillab, ularni nahiya markazidagi Ashmi buloq maydonida Xitoy kommunist bayrog'ini chiqarish marosimiga qatnashishga majburlagan. Hamda bayroq chiqarish marosimidan keyin ularni Xitoy kommunistlarining 67 yillik kunini tabriklab, har xil faoliyatlarni elib berishga uyushtirgan. Qashqarning Poskam noyasida Xitoy tajovuzchilari 10-oyning 1-kuni nahiya tavasidagi xalqni barliq yo'l va ko'chalarga umumyuzlik Xitoy tajovuzchilarining bayrog'ini esishga o'rinlashtirgan. Hamda xalqni bu kundagi bayroq chiqarish marosimiga majburiy qatnashtirib, Xitoy bayrog'i oldida vatanimizga baxt tilaymiz, yanamo gullab yashnab, texmi qudratli davlat bo'lishga tilakdoshlik bildiramiz degandek temalarda shuar to'latqizgan. Keyin qizil tashviqotlik faoliyat va naqshi usullar bilan bu musibatli kunimizni tabriklatkizgan. Undan boshqa Xitoy tajovuzchilari otishda 10 ming oilaga davlat bayrog'i esish, hamma kishi davlat she'ri o'qish degan nomda siyosiy vazifa o'rinlashtirib, tabalikdagi barliq Uyg'urlarni hamma uylarining eshiklariga Xitoy bayrog'ini esishga, takshi holatda Xitoy tajovuzchilarining atalmish davlat she'rini o'qishga majburlagan. Hamda Xitoy tajovuzchilarini kuylaydigan qizil faoliyatlarni elib berishga o'rinlashtirgan. Sharq Turkiston xalqining har bir kuni mana shuningdek qatmuqat qizil siyosiy vazifalar bilan o'tmoqda. Xitoy tajovuzchilarining muqimlik va millatlar ittifoqligining oldiga o'tadigan hech qanday ish yo'q degan bu safsatisining faqat Sharq Turkistondan iborat bu zaminda fojialik zulm va qatliamlarga sabab bo'layotganligi maydonga chiqmoqda. Xitoy tajovuzchiligiga qarshi namoyishlar elib berildi. Uyg'urlar 10-oyning 1-kuni Xitoyning Sharq Turkiston zaminini ishg'ol qilganligining 68 yillik munosabati bilan dunyoning har taraflarida namoyishlar elib bordi. Xitoy kommunistlari 1949-yili 10-oyning 1-kuni Sharq Turkiston zaminini ishg'ol qilganligining 68 yillik munosabati bilan dunyoning har taraflarida namoyishlar elib berildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur Amerika jamiyati, Uyg'ur demokratiya va kishilik huquq organi qatorliq organlar birlikda Sharq Turkiston ishg'oliga qarshi 10-oyning 1-kuni Amerikaning poytaxti Washingtondagi Xitoy elchixonasining oldida ko'k bayroqlarni lapildatib namoyish elib bordi. Germaniyada Sharq Turkiston mustaqillik harakatlarining eng aktiv faoliyatlarini davomlashtirib kelayotgan Sharq Turkiston Yevropa birligi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi har yili bu kunda davomlashtirib kelayotgan bu namoyish faoliyatini bu yilmi to'xtatmadi. Kanada va Avstraliyada shu joyda turishli har qaysi jamiyatlar birlikda Xitoy elchixonalarining oldiga yig'ilib, Xitoy tajovuzchilarini Sharq Turkistondan chiqib ketishga chaqirish bilan birga Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqi ustidan elib berayotgan tajovuz, bostirish va har xil zulmlarni darhol to'xtatishni talab qildi. Undan boshqa Xitoy tajovuzchilariga qarshi eng aktiv holatda harakat qilayotgan Shvetsiya bilan Yaponiyada bu xildagi namoyish faoliyatlari elib berildi. Turkiyada bo'lsa 15-iyul harbiy siyosiy o'zgarishdan keyin elib berilayotgan jiddiy holat sababi bilan har yili elib berilayotgan bu namoyish faoliyati elib berilmadi. Abduqodir Yapcan masalasi Turkiya rahbarlariga yetkazildi. 2016-yili 10-oyning 1-kuni Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining raisi, shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Seyittumturk apandi Turkiya davlat rahbarlariga hozir tutib turilayotgan Abduqodir Yapcan masalasini yetkazdi. 2016-yili 10-oyning 1-kuni Turkiya Buyuk Millat Majlisining bu yillik 2-navbatlik yig'ini ochilgan bo'lib, yig'inning ochilish marosimi Rajab Tayyip Erdo'g'anning ochilish so'zi bilan boshlandi. Yig'inning tunji kundagi ochilish marosimiga Sharq Turkistonliklarga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Seyittumturk apandim qatnashdi. Bu jarayonda Seyittumturk apandim Turkiya raisi Rajab Tayyip Erdo'g'an bilan parlament yig'in zalining sirtida 10 minut atrofida ko'rishib, Abduqodir Yapcan masalasini anglatdi. Undan keyin Turkiya parlamentining boshlig'i Ismoil Qahramon bilan ko'rishib, Abduqodir Yapcan masalasida Xitoyning nurg'un to'kmat va ig'volar bilan saxta dalil hujjatlarni o'ydirib chiqarganligini,
Abduqodir Yapchan masalasida Sharq Turkiston xalqining Turkiya hukumatidan kutilgan umidlarini yetkazgan. Undan keyin Turkiya bosh ministri Binali Yildirim bilan ko'rishdi. Bosh minister Binali Yildirim Abduqodir Yapchan masalasidan xabardor ekanligini, bu masalada barliq tirishchiliklar bilan hamkorlashadiganligini bildirib, Uyg'ur turklarining xotirjam bo'lishini aytgan. Undan boshqa ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu qatorliq bir necha ministrlar, bosh minister yordamchisi Numan Qurtulmush, shundaqla 10 dan ortiq parlament a'zolari va munosabatlik boshqa davlat rahbarlari bilan ayrim-ayrim ko'rishgan. Seytim Turk apandim bu ko'rishish asnosida ularga yaxshi tilaklarni tilash bilan birga vatanimiz Sharq Turkistonni tunishtirib o'tgan hamda Sharq Turkistonda yuz berayotgan realliklar va hozirgi qiyinchiliklarimiz haqida to'xtalgan. Shundaqla ularga Sharq Turkiston xalqi nomidan utuq va muvaffaqiyatlarni tilagan. Undan boshqa yana sobiq parlament a'zosi professor Jalal Arbay apandimi bu yig'inga qatnashgan bo'lib, yuqorqi davlat rahbarlari bilan ayrim-ayrim ko'rishgan hamda Sharq Turkiston masalasini ularga asıltib o'tish bilan birga Abduqodir Yapchanni qo'yib berish to'g'risida maxsus dokument tayyorlab rahbarlarga sungan. Yana bir tarafdan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining talab qilishi bilan 10-oyning 1-kuni Turkiya parlament majlisiga berib, adolat ministri Bakir Bo'zdaq qatorliq bir qancha ministrlar bilan ayrim-ayrim uchrashib, Abduqodir Yapchan masalasini so'zlashdi va bu to'g'rida yozgan talab xatini o'z qo'li bilan topshirdi. Türkiye matbuatlari Abduqodir Yapchan masalasiga jiddiy e'tibor bilan qaramoqda. Xitoy tajovuzchilarining ayiblashi bilan Turkiya hukumat tarafidan tutib turilayotgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan masalasiga Turkiyadagi nufuzli axborotlar alohida ko'ngil bo'lmoqda. 8-ayning 28-kuni Xitoy tajovuzchilarining ayiblashi bilan Turkiya hukumat tarafidan tutib turilgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan saq bir oydan keyin, ya'ni 9-ayning 29-kuni qo'yib berilib, Ertesi cuma namazdan keyin yana Turkiya doiralari tarafidan tutib ketildi. Buningga qarata Turkiyadagi nufuzli axborotlar alohida ko'ngil bo'lgan bo'lib, bu haqda tafsiliy xabarlarni bermoqda. Yangi Akit va Yangi Shafaq gazeti Uyg'urlarning nazarida yuksak hurmatga ega bo'lgan Abduqodir Yapchanning hayoti haqida to'xtalib, u kishining Barin inqilobidan keyingi Xitoy tajovuzchilarining qonliq qirg'in va bostirishlari, diniy madrasalarni taqab ma'rifat egalarini qamoqqa elishlari natijasida 3 yil Xitoy turmasida nahaq yotganligi, undan keyin 2001-yildan tortib 15 yildan beri Istanbulda yashayotganligi va bu jarayondagi faoliyatlarini tonishtirish bilan birga, shundan beri bu kishi Xitoy tajovuzchilari tomonidan Turkiya hukumatiga to'xtamay shikoyat qilinib kelganligini bildirgan. 2003-yil va 2008-yillari Xitoyning asossiz ayblashlari va shikoyatlari bilan 2 qatim Turkiya hukumati tomonidan tutilib qo'yib berilgan Abduqodir Yapchanning bu qatim tutilishi to'g'risida har ikki gazet o'xshash ifoda bildirgan. Yangi Shafaq gazetining bildirishicha, Abduqodir Yapchan Turkiya hukumati tomonidan tutilgandan keyin onasining Xitoy tajovuzchilari tomonidan tutilganligini bildirgan. Yangi Akit Abduqodir Yapchan masalasiga qarata Xitoy doiralari Abduqodir Yapchanning Xitoy sirtidagi faoliyatlarini cheklashga urinib, tahdid qilib kelayotgan bo'lib, Abduqodir Yapchanning tutilishi uchun hech to'xtab qolmasdan kuchab kelmoqda. Abduqodir Yapchan tutilgandan keyin Xitoy o'ziga sodiq bo'lgan sotqin, vijdonsiz xoinlarni ishga solib, ijtimoiy aloqa uchur vositalari orqali Turkiyadagi Uyg'urlarni kuchkurtib, har xil ig'volar orqali ularni qonunsiz ish faoliyatlari bilan shug'ullanishga rag'batlantirmoqda. Hatto Bakirko'y adolat sariya oldiga ayol Uyg'urlarning yuzlariga maska taqib, necha ming bo'lib to'planib, qonunsiz ish faoliyat qilishga ilhomlantirgan edi. Demak, Xitoy va ularning odamlari Turkiyadagi Uyg'urlar bilan ularga bag'rini ochgan turk xalqi va hukumati orasida surkilish va qarshiliklarni paydo qilishga kuchab kelmoqda. Ammo sog'lom aql har qachon botil ustidan g'olib kelgandek, Xitoyning tajovuzi, zulmi va qatliamlardan qechib Turkiyaga kelgan Sharq Turkistonlik Uyg'urlarni Xitoyning bu pishni va hiyla-mekinlik urinishlari oldi olmaydi degandek jumlalar orqali o'z ko'z qarashlarini ifodalagan. Xalqaro qonunshunoslar birligi Abduqodir Yapchanni darhol qo'yib berishni talab qildi. Markaziy Istanbulga joylashgan Xalqaro qonunshunoslar birligi Xitoyning qizil uqtirishiga asosan tutilgan Sharq Turkistonlik jamoat arbobi Abduqodir Yapchanning darhol qo'yib berilishini talab qilib bayonot e'lon qildi. Markaziy Istanbulga joylashgan Xalqaro qonunshunoslar birligi Xitoyning qizil uqtirishiga asosan Turkiya hukumati tomonidan tutilgan Sharq Turkistonlik jamoat arbobi Abduqodir Yapchanning darhol qo'yib berilishini talab qilib bayonot e'lon qildi. Xalqaro qonunshunoslar birligining raisi professor Najati Ceylanning imzosi bilan e'lon qilingan bayonotda mundaq deyilgan:
Sharq Turkiston turklarining nazarida yuksak hurmatga sazovar jamoat arboblaridan biri bo'lgan 15 yildan beri Turkiyada yashayotgan Abduqodir Yapchan 2002-yili Xitoy tarafidan Xitoyni bo'lib parchalamoqchi bo'lgan degan jinoyat bilan ayblanib chiqarilgan qizil uqtirishni 14 yildan keyin yangidan davron selib qayta ko'tarib chiqqanligi sababidan İstanbuldagi Bakırköy Adliya mahkamasiga keltirilib tutqun qilingan. Abduqodir Yapchan 15 yildan beri Turkiya vatandoshi bo'lishini talab qilib kelganiga qaramasdan, hozirgacha Turkiya tarafidan vatandoshlik berilmay, Turkiyada turish ruxsati bilan siyosiy panohlanuvchi sifatida yashab kelgan edi. Abduqodir Yapchan Sharq Turkiston xalqining butun haq-huquqlarini qo'g'dab kelgan hamda yoshlarni terrorlik faoliyatlariga qarshi ong bilan yetaklab kelgan bir rahbardir. Xitoy Abduqodir Yapchanni qaytirib berish to'g'risidagi materiallarni Turkiya doiralariga yo'llagandan keyin Sharq Turkistondagi 84 yoshli onasini tutqun qilganligi ma'lum. Abduqodir Yapchanning terrorlik doirasiga kiradigan hech qanday bir faoliyat bilan shug'ullanmaganligi alohida ta'kidlab askartilgan bu bayonotda tutqundagi vaqtining darhol xotim berilib, bekor qilinishi va jiddiy shaklda qo'yib berilishi talab qilindi. Xitoy axborotni cheklashda yangi belgilama chiqardi. Xitoy doiralari xalqning ma'lumotga erishish haqqini texmi bo'g'ib, axborot uchur vositalarining hammasiga 30 moddalik yangi belgilama chiqardi va bu zo'ravonlikni 10-oyning 1-kunidan boshlab rasmiy ijro qilishga boshladi. Xitoy taftish mahkamasi 2016-yili 20-sentabr kuni o'zining tor betida jinoiy ishlar delolarini bajarishda elektronlik sonliq ma'lumotlarni to'plash, elish va tekshirib hukm qilishdagi bir qancha masala to'g'risida degan temada bir belgilama e'lon qilgan. Berilgan ma'lumotlarga qaraganda 30 moddadan tarkib topgan bu belgilama 10-oyning 1-kunidan boshlab rasmiy ijro qilinishga boshlagan bo'lib, uningda Xitoy soqchilari taftish va sud xodimlariga jinoyat gumondori deb qaragan kishining elektronlik sonliq ma'lumotini yig'ish, to'plash, shaxsiy undidori, tor diskisi, mikroblogi, elxat shundaqla boshqa ijtimoiy aloqa vositalari qatorliqlarini xohlagan vaqtda tekshirib dalillash huquqi berilganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Undan boshqa yana elektronlik sonliq ma'lumot o'zgartirish yoki yo'qotib etilish xavfiga duch keldi deb qaralganda, soqchi va taftish organlari elektronlik sonliq ma'lumotlarni to'ng'iltish, tor hisobotini taqash qatorliq usullarni qo'llanib, delo ishlashga bo'ladigan materiallarni saqlab qilishga bo'ldiganligi tilga ilingan. Bu belgilamada tilga ilingan elektronlik sonliq ma'lumot degan uqumga mundaq aniqlim berilgan bo'lib, torbat, blog, undidor, do'stlar chambariki, yon telefon qisqa uchurlari, abonentning tizimlatish uchuri, kimlik e'tirof uchuri, elektronlik savdo xotirasi qatorliq uchuri, arxiv, surat, unsin qatorliq elektronlik hujjatlar qatorliqlarning hammasi elektronlik sonliq ma'lumot doirasiga kirdi deb izohlangan. Belgilama e'lon qilingandan keyin Sharq Turkistondagi Uyg'urlar Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishlatishga ruxsat qilgan birdan-bir ijtimoiy aloqa quroli bo'lgan undidorda, undidorning do'stlar chambarikida va salonlarda bu xabarni bir-biriga alohida tavsiya qilishib, telefon ishlatganda qattiq diqqat qilishni va hushyor bo'lishni ogohlantirgan. Bu ogohlantirishlarda tuvandagidek mazmunlar tilga ilingan. Bexatarlik xizmati ehtiyoji bilan telefonlar qattiq tekshirilyotdi. Shunga telefon ishlatmoqchi qarindoshlar qattiq diqqat qilinglar. Telefonlardagi millatlar ittifoqligi va abadiy amalligi foydasiz va xavf yetkazadigan uchurlarni davlat, bayroq, girib, har qaysi rahbarlar, vatanparvar diniy zotlar, davlat xodimlari qatorliqlarni haqorat qiladigan, ularning obrazini xunuklashtiradigan uchurlarni bo'lgunchi tashkilotlarning bayroq va rahbarlariga aloqador uchur va rasmlarni saqlamaslik. Shundaqla dinga aloqador har qanday mazmunni tarqatmaslik haqida bir-biriga uchur yo'llashmoqda. Chunki diniy so'rovlardan boshqa har qanday yerda dinga aloqador uchur tarqatishning cheklanganligi bildirilgan. Xitoy turklardan andisha qilmoqda. Xitoy Yevropada yashayotgan va Turkiya bilan munosabati bo'lgan kishilarning Xitoyga kirishiga qiyinchilik elib kelmoqda. Xitoy Yevropada yashayotgan va Turkiya bilan munosabati bo'lgan kishilarning Xitoyga kirishiga qiyinchilik elib kelmoqda. Kuzatuvchilar buning sababining Xitoydagi terrorlikqa bo'lgan ziyoda qo'rqish va Turkiyaning Uyg'urlarni qo'llashi bilan zich munosabatlik ekanligini bildirishmoqda. Germaniyada va Yevropaning har qaysi joylarida yashayotgan turklar, turkcha ismi bo'lganlar, Turkiyaga sayohat va dam olishga kelganlarga Xitoy o'z davlatiga kirishda zo'r qolaysizliklarni keltirmoqda. Germaniya xabar agentligining bu vaqtda bergan xabarda Xitoyda bu xildagi ahvollar yaqinqi mezgillarda borgan sari ko'p yuz berayotgan bo'lib, o'tgan hafta Germaniya basketbol xalqaro birlashmasiga tava bo'lgan Alba Berlin gruppasidagi turk trener Ahmad Chaki bilan Fatih Gazar va basketbol mohiri Engin Atsur
Xitoyda elib beriladigan do'stlik musobaqasiga viza berilmaganligi uchun qatnasha olmagan. Türkçe ism bo'lgan bir Germaniyalik o'quvchi önümlük vizasi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy xodimlari tomonidan aerodromda qabul qilinmay qaytarib etilgan. Xitoyning Yevropa ellarida yashaydigan turklarga qarata Xitoyga kirishda zo'r qiyinchiliklarni keltirishi 9-oyning 5-ida Hangzhouda o'tkazilgan G20 davlat boshliqlari uchrashishi yig'ini sabab bilan munosabatlik deb qarab kelingan bo'lsa-mu, ammo yig'in tugagandan keyinmi ahvolda hech bir yaxshilanishning bo'lmasligi analizchilarni buning Turkiya bilan Xitoy orasidagi Uyg'urlarga munosabatlik bo'lishi mumkinligi. Shundaqla Xitoydagi Turkiya elchixonasining Turkiyaga bormoqchi bo'lgan Uyg'urlarni sayohat belgisi bilan ta'minlab, qolaylik sharoit yaratib berishiga bildirgan inkosi degan qarashga keltirmoqda. Sharq Turkistonda yashaydigan Uyg'urlar Xitoyning tajovuzi va zulmiga qarshi elib borgan harakati sababidan Xitoy tarafidan terrorchi bo'lgunchi deyilib turmalarga qamalmoqda. Berlin markazidagi Mercator Xitoy ishlari universitetida ishlaydigan Mortiz Rodelev ismli kishi bu to'g'risida to'xtalib, quyuq milliy va diniy bog'lanish bo'lganligi uchun Turkiya o'zini turk sistemasidagi Uyg'urlarning hurligini qo'g'dug'ichi deb tushundi deb ifoda bildirdi. 2009-yili Xitoy tajovuzchilari tomonidan Sharq Turkistonda yuz bergan qatliamdan keyin shu vaqtdagi Turkiya bosh ministri Rajab Tayyip Erdo'g'an bu qilmishning vahshiy bir qirg'in va qatliam ekanligini aytgan. Buningga qarata Xitoy tajovuzchilari buning o'zlarining ichki ishi ekanligini aytib qarshi inkos bildirgan edi. Radlov bu vaqtda Xitoydagi terrorlik tahdidining kundan-kunga eshib berishiga ergashib, Turkiya-Xitoy munosabatlariga to'salg'ularning eshib berayotganligini so'zlab, Turkiya rahbarlarining Uyg'urlarga tutgan muomalasi Xitoyni qattiq bearam qilayotganligini, bu bearamchilikni hatto G20 yig'inidagi Erdo'g'an bilan Shining uchrashishlarimi yo'q qilib etilmaganligini bildirdi. Xitoyning bu bearamchiligi sababidan Yevropada yashaydigan turklarning Xitoyga kelishiga yuqoridagi qolaysizliklarning bo'layotganligi taxmin qilinmoqda. Sharq Turkiston nefti zo'r kuch bilan talon-taroj qilinmoqda. Xitoy tajovuzchilari Tarim neftligi qarmog'idagi 2009-yili ishga kirishtirilgan Xonaqatam neftlik rayonida 5.258.000 tonnadan ortiq neft olganligini bildirdi va har kuni elinayotgan neft miqdorining 3.100 tonnadan oshayotganligini bildirdi. 10-oyning 3-kuni Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi televiziya tashviqotlaridan biri bo'lgan Xinjiang TV kanalining bergan xabarida Xitoy tajovuzchilari Tarim neftligi qarmog'idagi 2009-yili ishga kirishtirilgan Xonqatam neftlik rayonidan iborat mushu bir neftlik rayonida 5.258.000 tonnadan ortiq neft olganligini bildirgan. Xonqatam neftligi Sharq Turkistonning eng qadimiy madaniyatga ega bo'lgan shonliq tarixlarning shohidi Kuchar tavalligida bo'lib, Xitoy tajovuzchilari bu rayondan g'oyat zo'r neft zapasini bayqagandan keyin boshqalarning diqqatini qo'zg'amaslik uchun Tarim neftligining bir rayoni qilib bekitib 2009-yildan boshlab rasmiy turda neft elishga boshlagan. Bu neftlik rayoni aslida butunlay Uyg'urlar o'ltiraqlashgan yezi bo'lib, Xitoy tajovuzchilarining bu rayonda neftlik bazasi qurish uchun jiddiy turda tutish qilishi natijasida bu rayondagi Uyg'urlar majburiy holda neftlik rayonining atroflariga yo'tkalgan. Berilgan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari Xonaqatam neftlik rayonini mashg'ulot rayoni, neft rayoni, ishlab chiqarish rayoni, yangi bo'z yer o'zlashtirish rayoni degandek 7 rayonga bo'lgan bo'lib, faqat eng kichik bo'lgan neft rayonining o'zida 5000 kvadrat kilometrga yetadigan. Mashg'ulot rayonining o'zida neft elinayotgan quduqdan 249 neft quduqi bo'lib, buning ichidagi 83 quduq alohida yuqori mahsulotli quduq ekan. 155 quduqning ayrim yakka neft mahsuloti 10,000 tonnadan oshadi ekan. Xitoy doiralarining kichikiltib ko'rsatgan ma'lumotida bildirishicha, mashg'ulot rayonidagi 249 quduqdan har kuni elinayotgan neft 3100 tonnadan oshib o'tibdi. Xitoy tajovuzchilari 2009-yildan boshlab bu rayonda neft elishni boshlagandan beri uzluksiz turda texmi markazlik holda ko'lamlashtirib va doirasini kengaytib, neftning elinish miqdorini yildan yilga oshirmoqda ekan. O'z tupriqi va zamindan chiqayotgan bu boyliqlarga aslo ega bo'la olmayotgan Sharq Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilari tomonidan to'xtamay qarilinib, terrorchi, milliy bo'lgunchi degandek nomlar bilan turmalarga elinmoqda. O'z zamindan chiqayotgan boyliqlarga ega bo'lish emas, balki insondek yashash huquqiga erisha olmayotgan Sharq Turkiston xalqi asli o'zlarining haqqi bo'lgan boyliqlarini tajovuz va zo'rlik bilan elib ketayotgan Xitoy tajovuzchilarini madhiyalab, ularga naqshi o'qib, usul o'ynab berishga majburlanish bilan birga o'z aqida va milliy kimliklariga ega bo'la olmay yashamoqda.
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin yığınıga Uygur alimlerimi katnaştı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Avrupa Fatva ve Tadqiqatçılar Komitetining yig'ini İstanbul'da ochildi. Yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Sharq Turkiston Ulamolar Birligidan bir hay'at qatnashdi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin Avrupa Fatva ve Tadqiqat Komiteti tarafından uyushtirilgan 26. navbatlik diniy olimlar yig'ini İstanbul'da ochilgan bo'lib, bu yig'inga Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin raisi Yusuf Qaradavi ve baş katibi Ali Al-Qaradag'i qatorliq mashhur olimlar bilan birlikda dunyoning har qaysi joylaridan kelgan ko'p sondagi diniy olimlar qatnashdi. Yig'inning ochilish marosimida Turkiya Diniy ishlar boshqarmasining raisi professor Mehmet Görmez ochilish nutqi so'zlagan bo'lib, undan keyin Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin raisi Yusuf Qaradavi muhim so'z qilgan. Yig'inda tinchlikni qanday qilib ishga oshirg'ili bo'ladi degan bosh tema ustida muzokara elib berilgan bo'lib, hozirgi vaqtda islom dunyosida yuz berayotgan o'zgarishlar, vaqa va hodislarga qarata tinchlikni asos va shart qilib, islom shundaqla musulmonlarga qarshi elib berilayotgan qatliam va zo'ravonlik harakatlarga qarshi turish, musulmonlarni mudofaa qilish to'g'risida muhim qarorlar o'tirg'a qo'yildi. Undan boshqa dunyoning boshqa joylaridagi osonlik musulmonlarning haq-huquqlarini qo'g'dash, ularga ko'ngil bo'lish va ularning masalalarini hal qilish to'g'risida muzokaralar elib berildi. Bu yig'inga Sharq Turkistonliklarga vakolatan Sharq Turkiston Ulamolar Birligidan Abdulhakimxon Mahsum, İbrahim Damullam, Doktor Abduxoliq Uyg'ur, Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon qatorliqlar qatnashdi. Zeytinburnu'da milliy madaniyat faoliyatlari elib berildi. İstanbul'un Zeytinburnu nahiyalik hükümetinin o'rinlashtirishi bilan yilda bir qitim o'tkazilib kelayotgan milliy madaniyat kunlari faoliyatları Zeytinburnu shahar boshlig'i Murat Aydın'ın ochilish nutqi bilan boshlandi. İstanbul'un Zeytinburnu nahiyalik hükümetinin uyushtirilishi bilan yilda bir qitim o'tkazilib kelayotgan milliy madaniyat kunlari faoliyatları Zeytinburnu shahar boshlig'i Murat Aydın'ın ochilish nutqi bilan boshlandi. Bu faaliyet Türkiye ve O'rta Osiyodan Zeytinburnuga kelib o'ltiraqlashgan har qaysi millatlarning milliy madaniyatlarini tonishtirish, o'zaro tanishish, aralashib munosabat qurib o'tish maqsadida uyushtirilgan. 9 kun davom qilgan bu faaliyet 10 oyning 1-kuni boshlangan bo'lib, har kuni kech tarafda she'r o'qish, nutq so'zlash qatorliq madaniyat faoliyatlari bilan davom qilyotdi. Bu faaliyetga Türkiye ve Türk dunyosi uchun faoliyat qilgan Zeytinburnudagi 24 ijtimoiy jamiyat ko'rgazma ochgan bo'lib, ko'rgazmada har qaysi millatlar o'zlarining madaniyat urf-odatlari, yemek-ichmak, kiyim-kechak, chalg'u asboblarini tanishtirib kelmoqda. Bu faoliyatga Sharq Turkistondan kelib Zeytinburnida o'ltiraqlashgan qozoqlar qatnashib, ko'rgazma ochdi. Markaziy Zeytinburnda joylashgan Qozoq turklari ta'lim-tarbiya va hamkorlik jamiyati, Qozoq turklari vaqfiy qatorliq jamiyatlar ayrim-ayrim ko'rgazma ochib, qozoqlarning madaniyat urf-odatlarini tanishtirdi. Faoliyatda Zeytinburnu shahar boshlig'i Murat Aydın so'z qilib, bu faoliyatda 24 jamiyatning 9 kun bo'yicha faoliyat ko'rsatilganligini bildirdi. Murat Aydın mundaq dedi. Bu faaliyetning tunji kuni Türk dunyosidan, Sharq Turkistondan, ota yurtimizdan necha yillar ilgari kelib Zeytinburnuda o'ltiraqlashgan qarindoshlarimizning jamiyatlari bugun kechda bu yerda faoliyat ko'rsatdi. Men bu yerda 9 kun bo'yicha bizlar bilan birlikda bo'lgan Zeytinburnu xalqiga va 24 ommaviy tashkilotga tashakkur etaman. Egalanishcha bu faoliyatga Uyg'urlarga vakolatan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati qatnashadiganligini bildirib, Zeytinburnu shaharlik hukumat madaniyat faoliyat mudiriga iltimos sungan bo'lsa-mu, bu yil kechikib qolganligi sababidan qatnasholmaydiganligini bildirgan va kelar yili Uyg'urlar uchun maxsus o'rin ajratadiganligini ifodalagan. Biz bu faoliyatlar to'g'risida fikr qarashlarini elish uchun faoliyatni ko'rgazma ochgan Qozoq turklari ta'lim-tarbiya va hamkorlik jamiyatining faxriy raisi Yaqubjon va raisi Sarkan Dinchturk bilan suhbat elib bordik. Yaqubjon mundaq dedi: Biz bu faoliyatda Sharq Turkistondan Anatoliyaga ko'chib kelgan insonlarning ijtimoiy hayotini tanishtirib faoliyat ko'rsatyapmiz. Bu yerda o'xshamagan xalqlar bir yerga jam bo'lib, o'zaro tanishish, munosabatlarni kuchaytirish jihatida muhim faoliyatlar elib berilyapti. Bu yerga qatnashuvchilar Sharq Turkistondan kelgan qozoqlar, Uyg'urlar, o'zbek va qirg'izlarga eng ko'p qiziqyapti. Ular haqida ma'lumot so'rayapti. Bizmi ularga bilishimizni tushuntirishga tirishyapmiz. Bugünlerde Doğu Türkistan davası dünyada, Türkiye'de çok önemli gündem yaratmaktadır. Qozoq turklari ta'lim-tarbiya va hamkorlik jamiyatining raisi Sarkan Dinchturk bu ko'rgazmaning ochilish maqsadi va ahamiyati to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Biz Sharq Turkistondan Turkiyaga ko'chib kelgan qozoqlar bo'lish sifatimiz bilan Zeytinburnuda qurgan Qozoq turklari ta'lim-tarbiya va hamkorlik jamiyatimiz ko'rgazma ochdik. Ko'rgazmada o'z madaniyatlarimiz, urf-odatlarimizni tanishtiryapmiz. Qo'l hunar san'atlari, yemak-ichmaklarimizni tanishtirish maqsadida ko'rgazma ochdik.
Serkan Dinçtürk yaqindan buyon Turkiyada Uyg'ur masalasiga qarata o'tirg'i chiqayotgan o'zgarishlarga qanday qaraysiz degan savolimizga javob berib mundaq dedi. Turkiya Cumhuriyetining chegarasi ichida bu yerning qonunlari bo'yicha qurilgan jamiyat va tashkilotlarning faoliyatlari ustida bir turkum tekshirish va kuzatish elib berilyotidi. Biroq Sharq Turkiston da'vosi butun dunyoning bilgindek mazlum xalqning da'vosidir. Bu da'vo Turkiya Cumhuriyeti tarafidan dastlabki qadamdan boshlab qo'llab-quvvatlanayotganligini yaxshi bilamiz. Bu vaqtda bir turkum haqsizlik va yoki xatolik bo'lsa, bu yerdagi jamoat arboblarining Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'layotgan tashkilot rahbarlarining va bu xalqning yetakchilari bilan ko'rishib, o'rtaq qaror olish kerak. Ammo Sharq Turkiston da'vosi uchun xizmat qilgan, bu yo'lda kurash qilayotgan, bu yo'lda butun hayotini fido qilgan insonlar haqsizlikqa uchramasligi kerak. Agar bu yo'lda haqsizlikqa uchragan insonlar bo'lsa, to'g'ri shaklda Oliy sud mahkamasi tarafidan adil bir chora tepib chiqishini qo'llayman. Doğu Türkistan davası tüm dünyanın bildiği üzere mazlum bir milletin davası. Bu dava Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ilk gününden itibaren desteklendiğini çok yakından bilmekteyiz. Bu konuda yapılan bir takım haksızlıklar ya da bir takım yanlışlar varsa buradaki kanaat önderleri, Doğu Türkistan davasını savunan, bu manada gerçekten hak ettiği şekilde çalışan derneklerin başkanları, yönetimleri veya bu toplumun önderleriyle görüşülerek bu yönde kararlar alınması gerekir. Tabii ki Doğu Türkistan davasını kullanarak kendine prim yapmaya çalışan, bu davayı kendi çıkarları için kullanmaya çalışan insanların engellenmesi gerekir. Ama gerçekten Doğu Türkistan davası için çalışan, bu uğurda mücadele eden, bu uğurda bütün bir ömrünü feda eden insanların da bu kategoriye sokulmaması gerekir. Onların bu konuda çok dikkatli tahlil edilmesi ve bu konuda bu yönde karar alınması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda eğer şu anda sıkıntı yaşayan insanlarımız varsa da Yüce Türk Adalet tarafından bir an önce bu konuda bir sağlıklı bir çözüme kavuşturulması taraftarıyız. Uyg'urlarga aloqador hujjatlik film ishlandi. Zaytinburnu Madaniyat kunlari faoliyati munosabati bilan bir qancha parcha hujjatlik film ishlangan bo'lib, buning bir bo'limi maxsus Uyg'urlarning tarixi, jo'grafiyasi, madaniyat, urf-odatlari va hozirgi ahvolini tasvirlagan. Zaytinburnu Madaniyat kunlari faoliyati munosabati bilan bir qancha parcha hujjatlik film ishlangan bo'lib, buning bir bo'limi maxsus Uyg'urlarning tarixi, jo'grafiyasi, madaniyat, urf-odatlari va hozirgi ahvolini tasvirlagan. Bu hujjatlik filmda Murat Aydın bilan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxonning Uyg'urlar haqidagi fikr qarashlariga yer berilgan. Bütün faaliyetlerimizin cevheri, yani esas güçlü bir şeysi burada oluyor, bizim Doğu Türkistan Ma'rif Derneği'nin çalışması. O nedenle bizim eğitimden başladık. Bütün daha anaokuldan itibaren doktoraya kadar olan bütün eğitim merhalelerini biz derneğimiz ve kardeş vakıf çalışmalarımız var bizim derneğimizin. Bu aracılığıyla bizim Doğu Türkistan'dan gelen veya burada büyümekte olan neslimizin iyi yetişmesini sağlamak için onlara burs vermek, onların eğitim müesseselerine girmeleri ve diğer bütün ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Shahar boshlig'i Murat Aydın hujjatlik filmda Uyg'urlar to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Zaytinburnu demografik jihatda faqat Turkiyaga emas, balki butun Turk dunyosiga ulgu bo'lgan bir shahar. Zaytinburnuga kelgan insonlarning ko'pinchisi tug'ilgan yurtlarida orzu armonlarini amalga oshira olmaganligi uchun va yoki siyosiy besimga uchraganligi uchun Turkiyaga va Zaytinburnuga kelib o'ltiraqlashdi. Shuning uchun men o'zimning Turkiyaning eng baxtli shahar boshlig'i bo'lganligimga ishonaman. Qimmatli Sharq Turkistonliklar, Qozoq, O'zbek, Qirg'iz, Uyg'ur, Turkman qarindoshlarim. Haqiqatan dasturxonning har turli nozu ne'matlarini, ko'ngil ko'ksining kengligini, sexiyligini eng oldingi qatorda qo'ygan insonlar sizlar. Men sizlarga rahmat aytaman. Qachon yeninglarga kelsak, butun tamoqlarni o'ttirg'a qo'ydinglar. Sutlik choy ichishni sizlardan o'rgandim. Uyda nima bo'lsa, hammani mehmonning oldiga elib chiqish axloqini sizlardan o'rgandim. Bu axloq Anatoliya insonlardami bor, ammo sizlarda texmi yuqori pallada bor ekan. Bu madaniyatlarni Zaytinburnida bizlarga umumlashtirdinglar. Shuning uchun sizlarga ko'p rahmat aytaman.
biz Anatoliyadagi madaniyatlarimizning, ota yurtimizdagi madaniyatlarimizning Zeytinburnu'da yo'qolib ketmay davom qilishini xohlaymiz. Şeklinde bir ilçe. Demografik yönüyle Zeytinburnu ilçemiz değil Türkiye, aslında Türk dünyasının özeti gibi bir yer. Yurt dışından gelenler daha çok hayallerini doğdukları o ülkelerde gerçekleştiremedikleri için ya da üzerlerinde ciddi bir siyasi baskı olduğu için Türkiye'mize özelde Zeytinburnu'na gelmişlerdir. Ama Anadolu'nun farklı bölgelerinden Zeytinburnu'na gelen hemşehrilerimiz de hayallerini gerçekleştirmek için buralara gelmişlerdir. Onun için ben kendimin Türkiye'nin en şanslı ilçe belediye başkanı olduğuna inanıyorum. Sevgili Doğu Türkistanlı, Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen, Uygur kardeşlerim, sofranın zenginliğini, gönlün zenginliğini, cömertliği gerçekten en üst düzeyde yaşatan ve yaşayan insanlarsınız. Ben sizlere müteşekkirim. Ne zaman ki yanınıza geldik, varınızı yoğunuzu ortaya koydunuz. İşte sütlü çayı ben sizde öğrendim. Ne var ne yok hepsini ikram olarak misafire sunmayı sizde gördük. Anadolu insanında vardır ama sizde bu zenginlik çok daha üst düzeyde. Bu zenginlikleri Zeytinburnu'nda bize yaşattınız. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz istedik ki Anadolu'daki kültürümüz, Zeytinburnu'nda yaşayan hemşehrilerimizin geldiği coğrafyalardaki kültürümüz unutulmasın, büyük kültürümüze, ülkemizin kültürüne katkı vermeye devam etsin. Biz burada ürettiğimiz hizmetleri halkımızdan aldığımız destekle gerçekleştiriyoruz. Sizlere müteşekkiriz. Çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye bilen Irak arasındaki soğukçılık. Türkiye, Bağdat bilen Ankara arasındaki Beşika lageri soğukçılıkıga qattiq narazılık bildirdi. Başminister Binali Yıldırım, Irak'nın pozisiyasiga qattiq raddiya berib, Irak hükümetinin Türk askerlerinin Irak'taki mevcudiyeti hakkında bundaq işbahatlarda bo'lishi haddi emas. Bizning maqsadimiz texmi ko'p insonlik tragediyasining yuz bermasligidir dedi. Türkiye Avazi Radyosu'nun haberinde bildirilishicha, Başminister Binali Yıldırım 9. navbatlik Savdo Sanoat Shurasi doirasida chaqirilgan yig'inda so'z qilib, Türkiye askerlarining Beshikada turishini davomlashtiradiganligini bildirdi. Binali Yıldırım Beshikadagi Türkiye askerlarining Iroqdagi muqimsizlik yuzasidan u yerda turishini davomlashtiradiganligini qayd qilgan holda, Iroqda 63 davlatning askari bor. Iroqning Türkiye'nin harbiy mavjudiyati bilan qilishining orqasida yaxshi niyat yo'q. Türkiye'nin u yerdeki mevcudiyeti devam kıldı dedi. Irak'ın ikinci çoğun şehri Mosul'ni Daesh terörlük teşkilatıdan halileştiriş hareketinin vaxtının yıkılışıga ergişip, Irak merkezi hükümetinin Beşika lageriga alaqadar bu pozisiyasını düşünüşünün mümkün emasligini ta'kidlagan Binali Yıldırım, bundaq pozitsiya bildirish Irak hükümetinin haddi emas. Bizning maqsadimiz texmi ko'p insonlik tragediyasining yuz bermasligidir dedi. Irak merkezi yönetimi bugüne kadar hiçbir tedbir almazken ve 63 değişik ülkeden burada terörle, DAEŞ'la mücadele adıyla askeri unsurlar bulunurken bütün bunları bir kenara bırakıp Türkiye'nin oradaki varlığına takılması abesle iştigaldir. Bunun hiçbir şekilde iyi niyetle izahı yoktur. Irak hükümeti, Bağdat ne söylerse söylesin, bölgedeki DAEŞ'la mücadele için bölgedeki demografik yapının zorla değiştirilmemesi için Türk varlığı orada kalmaya devam edecek. Xitoy Amerikaga tahdid soldi. Uzundan beri Amerikaning Janubiy Koreyadagi bombadan mudofaa sistemasini o'rnatishga qarshi chiqib kelayotgan Xitoy bu qatim Amerika va Koreyani qattiq ayblab tahdid soldi. Uzundan beri Amerikaning Janubiy Koreyadagi bombadan mudofaa sistemasini o'rnatishga qarshi chiqib kelayotgan Xitoy bu qatim Amerika va Koreyani qattiq ayblab tahdid soldi.
Xitoy Kommunist partiyasining rasmiy axborot organi bo'lgan Xalq gazeti bu haqda Xitoy ovozi deb tanilgan Jongshin ismi bilan imzoliq maqola e'lon qilib, Amerika va Janubiy Koreyaning Shimoliy Koreya chegarasi atrofiga bombadan mudofaalik sistemasini o'rnatishiga qarshi, agar Amerika va Janubiy Koreya Xitoy zamin tavalligining strategik qo'g'dinishiga tahdid elib kelsa, buningga qarshi o'xshash tayyorliklar bilan ig'ir badal to'ltidi deb inkas bildirgan. Ammo bu tayyorlik to'g'risida hech qanday tushuncha bermagan. Amerika va Janubiy Koreya Shimoliy Koreyaning bomba va yadro qurol siniqi elib berishidan keyin bombadan mudofaalik sistemasi o'rnatish haqida birlikka kelib kelishim hosil qilgan. Hamda Janubiy Koreyaga o'rinlashtirilgan bu sistemaning Xitoy va atrofdagi boshqa davlatlarning bexatarligiga hech qanday tahdid elib kelmaydiganligini degan edi. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bu haftalik istiqlal xəbərləri proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kelər qatımqı proqramımızı görüşkücə sizlərlə Cənab-ı Allah tapşırmız. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xidmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət etimin. Assalamu alaykum və rahmetullahi taala və barakatuhu.